Nega qalqonsimon bez ultratovush tekshiruvidan o'tkaziladi? Bizga keladigan qabuldagi bemorlarning 99% odatda qalqonsimon bezimni ko'rib qo'ying degan ma'noda shunday kirib kelishadi. Odatda biz ularning deyarli barchasini ultratovush tekshiruviga yuboramiz. Sababi qalqonsimon bez tanada bo'yinning oldingi qismida, nafas yo'li traxeyaning oldingi qismida joylashgan a'zo. Sizga tashqaridan ko'rinib turadigan chiqib turuvchi joy esa bu qalqonsimon tog'ay hisoblanadi. Qalqonsimon bez ikkita bo'lak, o'ng chap bo'lagi va bo'yincha qismdan iborat. Ultratovush tekshiruv yordamida esa qalqonsimon bezning kattaligi yoki kichrayganligi, uning qon aylanishida o'zgarish borligi, tugun yoki kistalar mavjudligi, agar kista tugunlar mavjud bo'lsa, ularning chetlari, qirg'oqlari qanaqa holatdaligi, qon aylanishida qanday o'zgarishlar borligi, exogenligi, soyalanishi kabi 8 xil ko'rsatkichlar bor. Ularning barchasi ultratovush tekshiruvidan so'nggina aniq bo'ladi. Agar ultratovush tekshiruvidan so'ng bemorda o'zgarishlar aniqlansa, unda keyingi bosqichga, ya'ni gormon tahlillariga o'tkaziladi.